Agar siz ham kafil kesib o'tganingizda xuddi shunaqa xatolarni qilayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, sizga foydali bo'ladi. Ko'pchilik bolgarkada kafil yoki bo'lmasa granit kesib o'tganda qing'ir qiyshiq kesib qo'yadi yoki bo'lmasa ustidagi emalni o'chirib qo'yadi. Xuddi shuni qo'stiluvchi instrumentni yomonroq olib kelib qo'ydik. Ko'ryapsiz, Rishta brendidan plitka rez. Buni quliyligi, afzalligi nimadan iborat deydigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa kafilingizni plitkangizni ideal kesib beradigan apparat. Buni o'zida lazeri bo'ladi, lezvasi ham juda o'tkir bo'ladi va hech qanaqa ustidagi emalni o'chirib yubormaydi. Shuni oqibatida ishingizni sifatli ko'rsatib beradigan apparat. Yana bitta quliyligi o'zida metri bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Metrda istalgan urbinni qo'yib olib, bemalol xohlagan razmerda kessangiz bo'ladi. Buni 60 lik, 80 lik variantlari bor. Xohlasangiz 120 lik variantlari bor. Men sizga eng ikkita hadavoy variantini ko'rsataman. Endi bu apparatni sizlar bilan bitta sinab ishlatib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, ideal qilib kesib berdi. Emalida ham hech qanaqa ko'chgan, uchgan joylari yo'q. Xullas, bu granit kafil emas, granitni ham kesib o'tdi. Kimga xuddi shunaqa texnikalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerdan topaman deyotgan bo'lsanglar, albatta Elitstroydan topsanglar bo'ladi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Xullas, sizlar uchun yetkazib berish xizmatimiz ham bor.